Assalomu alaykum hurmatli obunachilar. Bugun videoda oxirigacha ko'rinda yaxshilab o'rnashib. Bugun qo'yda udori chiqadi, arzani chiqardi. 500 taga yaqin qo'y bor ekan. Xudo xolasa bir 300 ta chiqadi videoga. Bemalol kelishaveradi uyga. Qo'chqorlar bor, qo'chqordan zo'r sovliqlar ham bor aka. Xudo xolasa aka, qo'yda videoda oxirigacha ko'rsa aka, qo'yda udori arzani keldi. Videoni oxirigacha ko'rsin, like bosib, qo'llab-quvvatlab tursa aka, dastlabkasini O'zbekiston bo'ylab qilib beramiz aka, besplatniy qilib. Xudo xolasa. Bismillahirrohmanirrohim. Aka ko'pchilik nomerdan qo'chqor olgisi keladi. Ayniqsa optim qo'y fermalardan aka eshitganingizdek bugungi xudo xolasa 500 boshga yaqin qo'y chiqadi. Birinchi partiyalarimizga necha bosh Jamshidbek? Bu yerda 66 dona. 66 dona aka tikka dumba, ayniqsa o'zi qo'chqorlikqa kelib qolgan variantlar aka. Videoni oxirigacha o'tkazmasdan kuzating, haqiqiy optim qo'y fermadamiz. İnşallah qishi bo'yi, yozi bo'yi aka qo'chqorni zo'rlanib kelib sotdi inshaalloh. Jamshidbekda qorasiga kelgan aka-ukalarimiz juda yaxshi biladi. Ba'zida ham akalar qo'y yo'q edi. Xudo xolasa kelaverasiz. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Sardor Bloger kanali obunachilari va bizni muntazam kuzatib boruvchi aka-ukalar, qo'y ishqibozlari, chorva ishqibozlari va ana shunday to'qliga o'tayotgan qo'chqor ishqibozlari. Nomerdan qo'chqor ishqibozlari. Akalar bugun hafta kuniga inshaalloh payshanba, ertaga juma hammangizga kelayotgan Saydiloyom juma muborak. Biz videolarimizni Namangan viloyati To'raqo'rg'on tumani Saroy qishlog'i Jamshidbek do'stimiz qo'y fermalaridan. Biz aka fermalarga tashrif yurganmiz. Xudo xolasa 500 boshga yaqin qo'y chiqadi. Birinchi partiyamizga eshitganingizdek 66 dona aka qo'chqor 100% to'liq kelgan. Jamshidbek bularda yebichar sog'lik salomatliklarini hamma eshitib zerikdi. Jamshidbek akalar chiqqandanmi shu qo'ydi ichida. Shuning uchun aka yebicharga Jamshidbekdan so'ramay qo'ying. Ani garantiya akalar bir hafta sinov bor. Ha, ko'ngilni to'q qilishaversin. Kasal kisa qo'y sotilmaydi aka. Alohida qo'raga o'tib, tuzatib keyin sotiladi bizda. Ana realni aka. Hammada ham shu saroy qishloqlarda kasal qo'y sotilmaydi aka, cho'chishmas aka. Xudo xolasa hammasi aka o'sha sog'lom, o'ynaqlab turgan, oyoq qo'li uzun, qo'y qilaman degan akalarimizga tavsiya qilaveramiz. Qulog'i akalar 100% butun. Xudo xolasa. Yosh oilaga qanaqa Jamshidbek? Yosh oilaga 5 oylik aka, plyus minus. 5 oylik atrof aka, dumbaga e'tibor bering. Birinchi o'rinda hozirgi talabga qarab yurdi akalar. Hozir sezon shu, talabga qarab yuradilar. Nimaga? Tikka dumba deyshadi. Ayniqsa kam dumba, kam yo'q bo'lsin deyshadi. Mana xudo xolasa kam yo'q, tikka dumba variantlari. Qo'chqor akalar iligiga ham e'tibor bering. Iliglari ham xudo xolasa baquvvat holatda. Hech qachon qo'y aka mukammali yo'q. Mukammali yo'q, lekin hamma zotlarni ham olishdan maqsad sal effektni ko'paytirish maqsadida olinadi-da zotan. Aka hisori qo'zlar. Javob 100 ga 100 qo'z aka. Xudo xolasa inshaalloh. O'zi ko'rgan odam bitada biladi bu qo'zni aka. Xo'p, nima deymiz Jamshidbek bularda narx-navolarini? Bo'yvaslar akalar 75 plus minusga olaverasiz, bemalol. O'ylab o'tirmang. Bu o'lchab sotilmaydi. Bu material emas. Yana bir qotaydi. Xom taxminlarga ko'ra 75 plus minus. Narxini nima deymiz? Plyus minus aka. Xudo narxini chiroyli qilib beraman aka. Qancha deymiz? 3 milliondan pastda bu ko'ngil to'q qilsa aka. Jamshidbek. Sekinroq urin qo'lga lekin. Arzon qilib beraman. Qanchaga beramiz? Arzon qilib beraman. Sekinroq ursangiz bo'ldi aka. Arzon qilib beraman. Nima deymiz? Narx-navosini yo'q. 28 dan ham pastda aka. 2 million 800 dan bir akaga 200 ming. 700 mingdan ham pastda aka. Yo'q, yaxshi. To'xtab turing. 2 million 700 mingdan pastda. Pastda aka. 2 million 700 ming so'mdan aka mana shu bu aka durraki 2 oylik qo'zi emas. Yana qayta aytaraman. Bu 2 oylik 3 oylik qo'zichoq emas akalar. Xudo xolasa optim qo'y fermadamiz. Bayda puli yengil aka. Optim olishlariga qo'pol aytganda bir do'konga kirsangiz, haligi optimdan baribir qimmatroq bo'ladi. Xohlagan do'koningizda, lekin optim joyini topgan inson arzon oladi. Bugun arzon oladigan insonning kuni 2 million 700 ming ham emas. Mas o'tib beraman aka. Nech pul deysizmi? Nech pul? 26 dan aka. 50 ming. 66 dona soni aka. 66 ta aka. Nomerni ham qarang. Nomerni. Aka, mayli, qo'yda endi olishga qurbingiz yetar. Yetmas. Pulingiz bor, yo'q. Unisi aka qiziqmas. Umid qiling. Xudo xolasa umid qiling aka. Niyat, hali aytgan ekan. Eng birinchi o'rinda ishni boshida aka niyatga bog'liq. Niyat xolis qiling. 2 million 600 ming so'mdan pachaki savdoni keragi yo'q. Bir yerga dastlabkasi Xudo xolasa O'zbekiston Respublikasini bo'ylab
yetkazib berishga harakat qilinadi. Samarqandgacha besplatniy aka. Bebekarga yetib boradi. Bir so'm rasot qilishmaydi. Undan oyog'iga Kelishilgan holatda aka yetkazib olib borib beriladi. Lekin Toshkentgacha 5 ta 4 ta olsa yetkazib beraman. 10 tadan ko'p olsa Samarqandgacha yetkazib beraman. Undan pastga bizga yo'l kira hisob chiqmay qoladi. Ana, nimaga 10 ta deyapti aka? 10 ta bu optim. 10 ta bu optim. Mana bitta ikkita haydab olishga buni ham ichidan mabodo bitta ikkita haydab olaman deysiz va bittasini kelib turib monosini baqa haydab olib 2 million 700 600 mingdan berib bo'lmaydi, lekin 10 ta 15 ta shunday kelib Xudoga tavakkal qilib kaltak tashab Jamshidbek menga jo'nataver desangiz 2 million 600 mingdan ketaveradimi Jamshidbek? Aka o'rtag'ida shuni bo'lsa ketaveradi. Ketaveradi. Talla olsa 2 million 700 dan aka mana. O, talla olsa, o'zim bitta ikkita 5 ta qo'y chiqarib beraman demayman, 10 ta 2,5 milliondan chiqarib beraman aka. 100 ming plus, 100 ming minus. Olsin aka. Baraka. Barakasini qo'ysa aka, Xudo xolasa o'zlar hammasi zo'r aka. Aka, Arzon keldi, arzon qo'yamiz, xudo xolasa. Qo'chqorda dumba boshlariga yaxshilab iltimos qilaman, nazarda soling. Dumba birorta aka bir pasi yoki dumbasi osilgani bo'lsa puchi joyida qolaversa aka. Xudo xolasa birorta puchi yo'q inshaalloh. Endi avvalo akalar xudo qo'ydi yuzlariga e'tibor beringda. Hammasiga xudo xolasa Qo'chqorda husnlari urib bo'lgan. Birinchi o'rinda lokatsiyalar tashlab beriladi aka, tepasiga kelib ko'ra olasiz. Musofirda akalar telefon qilsin, chiroyli aka o'zim beraman, xudo xolasa. Aka duo qilsin aka. Musofirdagi akalarimizga istifkasi bor. Eng asosiy narsa akalar. Endi musofirdan ko'pchilik YouTube'da mana qarangda, musofir deganda endi ko'p aligimiz Rossiyada ishlaydi. YouTube Rossiyada akalar cheklangan. Shuning uchun musofirdaman deb kommentariyaga yozib Jamshidbekka musofirdan telefon qiling. Yana xayri kamini qilib, qo'ldan kelgancha bu chap qo'l berganda o'ng qo'l bilmasin degan akalar. Shuning uchun buni siz ham biz ham bilmaylik, o'zlari chiroyli qilib xayrini qilib bersinlar. Aka, bemalol ana shu nomerlarda Telegram bor, aloqaga chiqishaveradi. Xotirjam aka. Barakasini 24 soat ukalarimiz aloqada. Bundan keyingi partiyalarimizga Urg'ochini zo'ri chiqadi, Qo'chqordan zo'r lekin. Oxirgacha ko'rinadi videoda aka. bu ko'rib turganlaringiz akalar Qo'chqor emas. Ammo uncha Qo'chqorda kerak bo'lsa turgan joyda choyini ichirib, damini berib oladigan urg'ochlar aka. Haqiqiy o'zimga qo'y qilaman, qo'y qilishga olaman deb qo'yni yaxshi ko'radigan lyubitellarga sotadigan qo'y. Bu akalar irg'achi. Soni nechta Jamshidbek? Soni 56 dona aka. 56 dona. Uni maqtashda keragi yo'q. Irg'achi boqqan inson aka bunaqa irg'achini ko'rganda aniq oladi. Hamma Qo'chqorini shunday bir chekkaga yig'ishtiradi. Bunaqa aka qo'y, bu qo'yda bunaqa sovuq turganda aka hamma Qo'chqorni bir tomonga qo'ysa, mana bu sovuqni o'zini bir tomonga qo'ysa, bu sovuq tarozisi og'irroq keladi. Shunaqa aka. Xohlasa Qo'chqordan zo'r dedim aka. Bundan videoda oxirigacha ko'rsin. Bundan keyin yana 40 ta ona sovuqligi bor. Udorlar aka. Yanada udorlar. Qo'ysin aka. Soni nechta beyda? Soni 56 dona. 56 bosh aka, 56 bosh. Haqiqiy sovuqni guli duri. Bunaqa sovuqlik anchadan beri chiqqani yo'q. Yo'q desak yolg'on bo'ladi, lekin chiqqani yo'q. Haqiqiy qo'y qiladigan odamga men tavsiya qilaman. Sizga maslahatim, o'zingizga do'st beg'araz, mana keng dalasi bor akalarimiz bor. Aka, haligi inson baxt eng yaxshi haligisi uy joyini, hovlisini kengligida. Kenglikni yaxshi ko'rar ekan inson. Shu singari akalar bu qo'y ham kenglikda, yaylovda maza qiladi. Mana sizga yaylov bor akalarimizga 1 yilda akalar 10 yilda bir qo'y 1010 ta bo'ladi deyilgan akalar. Mana bu qo'y bu yildan kelgan aka bahorga 112 ta bo'ladi, Xudo xolasa inshaalloh. Agar mabodo mayli bittasi yo ikkitasi aka egizisi bo'lsa bor qo'yga to'lib ketadi. Inshaalloh. Kuziga olib kelib Qo'chqorni qo'shavering. Sizga hech kim qarshilik qilmaydi. Qo'chqor zo'ridan qo'shib qo'ying. Nima deymiz Jamshidbek? Narxini yengil qilib beraman aka. Qo'chqorlarni dangali gap sovuqni narxida qo'ydim. Asli buni 2 million 600 dan qo'ymoqchi edim, o'tib beraman. Qancha? 100 mingni o'tib beraman. 2,5 milliondan yetib boradi mana. Mana shu bola boladan ish qiladi. Mana shu bolaga bitta like bosib qo'ying. Mana shu bola haqiqatan boladan ish qiladi. Uni mayda juda chaynalmaydi. 2,5 million so'mdan ashi birinchi partiyada chiqqan bitta Qo'chqorni sizga aka mana shu sovuqni narxida ketdi. Nima deysiz? O'zi Qo'chqorlarni 28 dan buni 26 dan qilib akalarimiz bizga o'rgatuvdi aka. Aka kam xo'ram, hamisha xo'ram. Dangali gapda. Duo qo'ysin 2,5 milliondan 2 million 600 dan ketaveradi. Ketaveradi aka, Alloh olsa telefon qilishga shoshilavering. Lekin chorvani parqiga borgan aka-ukalarimiz bo'lsa, men tavsiya qilaman. Yigitlar sinmaydi-da, Jamshidbek, sizning nomingizdan uzr so'raymiz. Labis qilib oldim. Bitta Qo'chqor qo'shib berasizmi bunga? Bonus qilma. Urg'ochning narxida.
bonus qilib beraman aka. Bu Ha, ko'ngil to'q qilib. ye, qanaqa mana hammasi Qo'chqar bekeriga. bekeriga. 2,5 milliondan bitta qo'chqar bekeriga. Bekeriga. Xotirjam aka. Birinchi partiyada qo'chqarlarni bitta yoqqan olishveradi. Ey aka, Jon aka beda lo'z sindirilmaydi, lo'z sindir. Beda bitta ikkita qo'yga qaralmaydi. Sizga bo'lsin, begonaga emas, sizga bo'lsin aka. Siz Sardar Bog'urda obunachi, sizga bo'lsin bitta bonus sizga. Mana bu sizga imkoniyat. Mana bularni chiroyli qilib vaqt qo'ying. Xolos aka, like bosib qo'llab-quvvatlab turibsiz. Bundan keyin aka qo'ydi narxi ham yengil chiqadi, xudo xolasa misol yengil kelyapti, mana yengil qo'yapmiz aka. Olgan odam ham aka o'rinib qolmasin, sotgan odam ham o'rinib qolmasin. 2,5 million so'mdan aka Optimaga telefon qilsa hech kim aytganiga sotmagan bu narsani. Barakasini bersin. Mana shu. Bizdan kattalar ham, bizdan kichiklar ham aytganiga sotmaydi bu narsani. O'tadi. Mana shu bolani qo'lini qattiq urib ushlash shart emas. Arzon qo'ymay qo'yaman aka. Barakasini bersin. Mana shu jigarimizga bitta like tars aytib bosib qo'ying akalar. Voy. Aka, mana shu videoni ko'rib turgan inson haqiqatan aka o'ta omadli, shunaqangi buni tasavvur qilish qiyin. Mononi qarang, mono. Voy, mashalloh. Aka aytgan ekan, tilla balchiq ichiga ham tilla deyshadi. Bu tilla emas aka. Bu tillaga mabodo tillaga almashtirasanmi desa, bu qo'yni meni shaxsan o'zimni qo'limda bo'lsa almashtirmasdim. Nimaga? Qo'yni qarang aka. Buni qo'y tushungan, qo'yga haqiqiy mehri bor inson tushunmasa, Jamshidbek tushunmaydi boshqa inson. Dangalga. Men o'zim, shaxsan o'zim agar aka imkoniyatingiz bo'lsa, oling. Buni pachkasini buzib yurmang. Mayli, meni dushman sifatida eng yomon ko'rgan dushmaningiz sifatida qabul qiling. Lekin mana bu irg'ach qo'ydi aka, 24 soat aloqada mana shu bola telefon nomeri. Oling, dangalga. O mikichkin qilinmaydi. Buni qarang. Aka, 10 ming dollar, 20 ming dollarga qo'chqar olasiz-ku. Mana bu qo'chqar, mana bu so'liqni olib, ash qo'chqarga qo'shing aka. Mana uni qarang. Voy, kallahlarini qarang. Bu aka bo'ldi. Seleksiya ko'paytiradigan aka-ukalarimizga qo'chqarni udorini qo'shishadi. Xudo xolasa, bahorga 90 ta bo'ladi aka. Chiroyli. Bir qilta qarang. Qaysi birini yoqtirishni bilmay qoladi. Birini tortib, ikkinchisi zo'r, ikkinchisini tortib, uchinchisi zo'r. Nima deymiz, Jamshidbek? Jamshid, gapir. Narxini o'ylantirmasdan deyshadi. Ko'ravering aka, kechqurun ovqat ham yemayapti dangal aka. Chiroyli qilib beraman narxini. Qancha? La, 3 million, bu chiroyli aytyapmiz 28, 27 deyilmaydi, o'tib beraman aka. Xudo xolasa, obunachi yoqadigan qilib beraman aka. Narxi yengil keldi, yengil chiqaryapman, olsa maza qilsin aka. 45 tasi 2 million 600 mingdan ketaveradi. Barakasini bersin. Aka, mono qo'ydi yosh oyliga gapni bo'ldim aka, 5 oylik. Libboy odamga 7 oylab sanishadi. Libboy odamga 7 oylab sanishadi bu. Biz cho'pandan so'rab kelib aytyapmiz aka. Bir xil odamga kelib mono qo'y 7 oylik aka sanishadi. Xotirjam avgustga qo'ydi qo'shishaveradi. Sutga, o'tga, yemga to'ygan narsa aka. Ana, mono kunduzimini ishlab, xolos aytaman, charchab, miyasi ozuqaga muhtoj inson mono qo'ydi ko'rsin. Butun charchovingizni borib, chiqarmasa aytaverasiz. Shuni ham borib qo'rangizga, qo'raga qamamang aka, qo'yda azoblamang. Qo'yda yaylovga bosing. Toqqa haydab boring aka. Chiqay, bo'sh vaqtingizda bir tomosha qilay, o'tiring. Mana shu qo'yda aka 1 yillik charchovingiz bo'lsa, hammasini chiqaradigan qo'y. Rangini qarang, buni aka, optoqqa qo'ying, yaltiramasa qo'shaydi qolsin. Shunday aka, endi optoq yo'qib qoldi. Olishsa, maza qilsin aka. Dangaliga. Chiroyli narsalar aka. Fonini qarang, buni aka, voy. Buni qo'y tushungan, Jamshidbek, buni ming'ir-sing'ir qilgandan foyda yo'q. Bu qo'y tushungan odam bo'ldi. Ko'pchilikni boshini o'rtmaylik. To'g'risi gapda. Qo'yda maza qilib tomosha qilsin, bo'ldi. Shunday gap. Mana bolani otangga rahmat deb qo'ying. Like bosib qo'ysin, yengil qilib beraman. Hech kim aytganiga sotmagan bu narsani. Barakasini bersin. 2 million 600 ming so'mdan ketdi bir joyga. Maza qiling aka. 2 million 600 ming so'mdan kerak bo'lsa dastavkasini qilib yetkazib olib beriladi. Telefon qilishga shoshilavering. Shunchasini ko'rdimmi, ichim chiqmadi. Lekin mana buni ko'rib, ichagim ham chiqib ketdi deydi akalarimizga. Haqiqat kerak. Va shu dollar, shano'ydi. Mashalloh. Qisqa qilaylik, Jamshidbek. To'ppa to'g'ri aka, shu gapingiz. Hammaga yoqadi. Dangal odam sizga ham, menga ham hammaga yoqadi.
Mardona kelsin, Mardona sotaman qo'ydi aka. Bunaqa mekin chikin ekan, 32 bering, bor 25 ming o'tib beraman degan gapni men ham yomon ko'raman, dangal aka. Martma aka. Martma, Libboy joyda. 3 million so'mdan ketaveradi. Buni 11 ta urg'ochisi bor, 10 ta qo'chqor, 21 dona soni. Yosh oyligi 4 oylik plus minus, bo'ylari 70 plus minus aka. irg'achini nima deymiz? Ketaveradi mana o'zidan ko'paytiradi. Qo'chqori ham o'zidan chiqadi, sog'lig'i ham. Ajrat olaman degan odamga kelishtirib beraman aka. Xudo xolasa aka. Siz ham men ham Libboy odam ham aytganiga sotmaydi aka bu narsani. Quloq 100% butun xohlagan endi. Aka bugun chiqayotgan qo'ylarda birortasini qo'ldan chiqarib qo'ymam. Bugun ulgurgan og'on oldi. Har doim ham bunaqa qo'zi kelavermayapti. To'g'ri tushuning. To'g'risi gapda mana bayda aylanib ko'ring deyilmaydi. Aylanganingiz bilan baribir kichik murakkabroq. Lekin Qishloqqa kelsin, Sariy qishlog'i 10 ta bozorda qo'yib aka. 10 ta bozor. Oldi men eshigimdan kirsin 500 ta qo'yib. Nari eshikka o'tsin 200 ta qo'yib aka. Boshqasiniga borsin 500 ta qo'yib. Kelishaversin, ish bitadi. Mendan bo'lmasa boshqasida aka. Mono qo'y do'kon. Qo'chqor Allah'ın ko'ring bo'yinlarni. Voy, sher ha. Bitta ikkita kelishim kerak lekin bunaqa 20 ta 20 ta bir qo'ra bo'lib kelmagan lekin. Ana. Bitta ikkita qo'y keladi aka hammaga ham. Aka. Mayli. Qo'ydi qaydan tug'dim demaysan, o'shasi qiziq odamlar. Ana. Qirg'izni qo'yib bu, mana aka qishda bo'g'oz qo'y, ena bola qo'y, rosa qirg'izdan o'tgan mahalda o'zimizni dehqon akalardan oldim aka. Dangaliga o'zimizni dehqon akalardan oldim. 3 million so'mdan ozgina foyda qiladi, yetkazib beraman aka. Buni Inshaalloh. ham o'sha qo'ydi tushungan, sortni, misol hamma tushungan odam olib boqqan buni aka. Mana mevasini ko'ryapti. Mana mevasi aka. Qarshi. Realni meva. Realni mevasi aka shu. Mana shuni olingan aka. Olsin, maza qilsin aka. Kayf qiling aka. Qo'y kimdir aroq ichib kayf qiladi, kimdir sigaret, nos chekib kayf qiladi. Haqiqiy qo'ydi xumori boshqa bo'ladi lekin. Mana shu qo'ydi xumorini tutib turgan akalarimizga men tavsiya Kim qilaman. yolg'on gapirsa o'ziga ziyon. Mana Kim bu yolg'on gapirsa o'ziga ziyon, o'ziga zarar aka. Dangaliga. Mana Hammamiz bular o'lib ketamiz bekor. chiroyli qilib 3 duo. million so'mdan telefon qilsin, sog'lig'iga 100 dan kam beradi. Qo'chqor 3 milliondan ketaveradi mana aka. Tangasini bersam mana bu Qilsin aka. yigitcha gap bo'ladi.